Assalomu alaykum akalar. Hop, yangiliklarimiz keldi. Kimga xizmatli kerak bo'lsa, Namangan Yangiqo'rg'ondamiz. Yangiqo'rg'onda emas, shaharda olamiz deyishadigan akalar bor. Shaharda ham do'konimiz bor. Mikrorayonda, aeroport ro'parasida, Embu bank orqasida. Va yana yangiliklarimiz keldi. Zimli balolarimiz. Qish qirovli kunlar kelibdi, bag'ga qimmat mo'jnalar minishadigan okalar, men mo'jnamni ayayman, o'zidagi balollari yog'ingarchiliklarga javob bermaydigan balon bo'ladi. Yog'ingarchiliklarga barcha turdagilar balonlarimiz 18 balonimiz 19, 20, 21 gacha lip motorslargacha barcha turlari bor. Li 7, li 8, li 9 largacha Cobalt, Gentra, Onyx, Monzalarga Jiguli, Lacetti, Nexia'ga barcha turdagi zimli balonlarimiz keldi. Bemalol aloqaga chiqaringizlar. Faqat soni cheklangan miqdorda kelgan, katta miqdorda kelmagan. Soni cheklangan. Siz aytgan joyda qorda ham yuraveradi, yerda ham to'g'ri yo'lda ham yuraveradigan zimlining haqiqatisi o'xtab yurgandan. Jigar, ya men zimlini ham menga miqligidan bo'lsin desangiz, jigar, miqlilardan aytib qo'yganman. Sizda ko'proq mana Nanay hududlarda parda tursun, chus parda tursundagi okalar kelishadigan bo'lsa ham, xudo xohlasa hijoat qildirmaydigan, sifatli qilib beramiz. Damazga qo'yadigan, Nexia'ga qo'yadigan, Gentra'ga qo'yadigan, Cobalt'ga qo'yadigan, Trekker'ga qo'yadigan, Malibu, Captiva'larga qo'yadigan razmerlari ham bor. Zimlining miqligidan. O'sha bilatnoy turadi, mashinangiz oyog'ida ham, haqiqiy qorda ham lubojoga chiqib ketaveradigan holat bo'ladi. Men o'sha qorda zo'rda yuraman deydigan okalar bo'lsa, buni kim qo'yadi? O'zini qadriga yetadigan, mo'shinasini qadriga yetadigan, ayamasdan zo'r yursin deydigan odam qo'yadigan, bilatnoy turadigan masjiga. Kim shunaqa zimli balonni qidirib yurgan bo'lsa, o'sha insonni jo'natib qo'yib, murojaat uchun telefonlarimiz 93 366 4 596 4 8. Yangiqo'rg'ondagi do'konimizda ham bor, shaharda mikrorayondagi do'konimizda ham bor. Aloqa chiqaverasizlar, faqat so'm cheklangan, katta miqdorda kelmagan. Aloqa chiqib ulgurib qolinglar, oshnolarga jo'natib qo'ying. Hammaga omad.